Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, o'quvchilar. Yana bitta milliy sertifikatga tushgan misolni ishlab tushuntiraman. Demak, x ning kubi minus x plus 1 ning kvadratining 2001. Bu misolda agar ochib chiqaradigan bo'lsak, buni sal qiyinroq bo'lib ketadi. Osonroq usulini quyidagicha o'ylaymiz. Ya'ni qaysi sonni kubidan o'sha sondan bitta kub bo'lgan sonni kvadrati 2001 ga teng. Bu 13 ta kubidan 14 ning kvadratini ayirsak 2001 ga teng bo'lar ekan. Demak, buni x kubi deymiz plus x plusdan minus x plus 1 ning kvadrati teng 13 ta kubi minus 14 ning kvadrati. Keyin 13 kubni bitta tomonga, 14 kvadratni bitta tomonga o'tkazsak x kubi minus 13 kubi bitta qovusga olamiz, minusga o'tkazdim. Keyin minus x plus 1 ning qovus kvadrati minus bu yoqqa plus o'tib minus bo'yicha qovus olsak yana 14 ning kvadrati bo'lib qoladi. Teng 0. X minus 13 x kvadrat plusdan buni kub bo'yicha ochib chiqyapman. Xo'p, 13x plusdan 169 minus buni bitta plus bitta minus bo'yicha a kvadrat minus b kvadrat bo'yicha ochsak x minus 13 bo'ladi birinchi qovusimiz, ikkinchi qovusimiz. Xo'p, x plus 15 bo'ladi. Mana teng 0. Endi x minus 13 ni qosdan tashqariga chiqarib olsak, umumiy x kvadrat plusdan 13x plus 169 minus x minus 15 teng 0. Demak, x minus 13 ko'paygan x kvadrat plus 12x plus 154 teng 0. Bundan x teng 13 bu birinchi yechimi. Ikkinchi yechimi chiqmaydi chunki diskriminant manfiy. Ya'ni 12 ning kvadratidan 4 ko'paygan 154 ni ayiradigan bo'lsak, bu baribir manfiy bo'ladi. Shuning natijasida bunday yechim chiqmaydi. Demak, tenglama bitta ildizga ega ekan. Xo'p, video qiziqarli va foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Bundan da qiziqarli va qiyinroq masalalarni ishlab tushuntiraman. Rahmat.